Hammaga salom do'stlar, rap kanalimga xush kelibsiz. Sizlarni ko'rganimdan bag'oyatda xursandman. Do'stlar, bugun video nomidan bilganingizdek Samand va Taninga o'z reaksiyamni berib o'taman. Do'stlar, men kirishni cho'zib o'tirmayman. Har doimgidek kichik introdan keyin sraz reaksiya videomizni boshlaymiz. Do'stlar, Samandan yangi trek chiqibdi bilishim bo'yicha. Hozir birgalikda eshitib ko'ramiz. Bir-ikki kundan beri rosa ko'p yozishyapti. Tak, oxirgi vaqtda qaysi treklarni eshitgan ekanmiz? Tosh, Daryo, Xat degan trek chiqaribdi, Gap degan trek chiqaribdi, Mavzu degan trek chiqaribdi. Xullas, mavzuni ko'p so'rashgan. Bitta eshitib ko'raylikchi. Let's go. 3 hafta oldin chiqibdi do'stlar. Va 272 ming prosmotrga ega. Let's go. Mana bugunim ham og'ir o'tdi. Sandachi o'rta ishda o'yliging kechki qoldimi? Amayli qo'yur xo'pa qorni to'q bilan ishi bo'lmagan bu zamonda. Kulib hammasi yaxshi deb harakatda bolla ko'p ko'rdi bu yoshiga nisbatan aqlli bu. Onam yig'lamasin deb yopilgan bu xavfli yo'l. Yaxshi kun oldimda yomonidan hech kim yo'q. Uzoqdan gapirmayman oldindagi mavzu ko'p yopdim. Og'iz gapirgim kelganda haqiqatni ko'p joyda men indamadim, vaqtga tashladim tilxatni. Kuzatma, qiziq bo'lmasang yashashim senga. Sani fikringga men o'rta barmog'imni gap epli. Zo'r. O'zi Samanda yo'nalishi yaxshi, ko'cha temada ko'p treklar chiqaradi va Diyorni vibe'ini beradi, Diyor Production'da. Hatto o'zi ham trekida aytib o'tgandi, esinglarda bo'lsa, nima degandi? Men trekimni короче eshitganda esga tushadi, brat Diyormidi, shunaqa edi tipa. Aylanadi yana bir xil mavzu, meni xayollarim tumanlarni zadi-ku. Chekiladi bu xona to'la tutumi, dorimni shiddati sinalganda sindirdi qayg'u epli. Aylanadi yana bir xil mavzu, meni xayollarim tumanlarni zadi-ku. Chekiladi bu xona to'la tutumi, dorimni shiddati sinalganda sindirdi qayg'u. Bo'yim baland bo'y oldida boshim egilmadi. Men hurmat qilganman doim mehnatdagi bollarni. Eshitishi bilaman hammani dardim bir desam, bu yurishing bilan qatgacha borganing ko'rdim. Hamma kriminal bu bollarni uyidan non yo'q. Lekin mag'rur kecha oldi bratidan da bro. Allo, salom alaykum, tinchmisan o'rtoq? Amanda zo'r deganim bilan hayot rasvo. Mayli sekin bu yo'lda aylanvotti g'ildirib. Ko'rganim ko'p, kami qo'lda oldinda demi. Yaxshi bo'ladi bu o'g'li zonasiz yig'la, men o'tdim yoshlikni ayblab. Hali yo'qsan dedim, men ochdim ko'p mag'zuni, yaxshi bo'la eshitadi mani. Ko'chada yursam tanib qarab qolishadi qari. 25da maket bo'lman maqsadimga qarab. Ona bu o'g'li shu yo'lda boy bo'ladi hali epli. Aylanadi yana. Zo'r. Trekning mavzusi ham zo'r, trek nomi ham o'zi mavzuda. Trekning mavzusi ham chutki, hayotiy trek, normalniy o'ylantirib qo'yadigan, ya'ni o'zing yolg'iz eshitadigan trek desam to'g'riroq bo'ladi. O'zing yolg'iz eshitadigan, kayf qiladigan trek to'g'risi. Bir xil mavzu, meni xayollarim tumanlarni zadi-ku. Chekiladi bu xona to'la tutumi, dorimni shiddati sinalganda sindirdi qayg'u epli. Aylanadi yana bir xil mavzu, meni xayollarim tumanlarni zadi-ku. Chekiladi bu xona to'la tutumi, dorimni shiddati sinalganda sindirdi qayg'u epli. Aylanadi yana bir xil mavzu, meni xayollarim tumanlarni zadi-ku. Chekiladi bu xonam to'la tutumi, dorimni shiddati sinalganda sindirdi qayg'u. Yaxshi. Ikkinchisiga ham o'taylikchi do'stlar, ikkinchi trekni ham bitta eshitib ko'raylikchi. Keyin ikkalasini solishtirib ko'ramiz. Qaysi yaxshiroq ekan? Gap degan trekni eshitamiz. Let's go. Hey. Bir oy oldin chiqibdi va 360 ming prosmotrga ega. Okey. Ya.
Har tun aylanadi xayolimda faqat bitta gap. Har tomonimda bor yo'l, lekin qay birida haq? Bo'lib tanlovimdan adashishdan qo'rqmasam-da vaqt ko'rsatadi deb aldab mani ichimga to'ldi dard. E'tibordamanmi yoki yo'q? Amanga qizunmas ishonmay ko'rgan narsalarim bo'lishkim kelgan, faqat bu aql katta kichikga yo'q. Yoshingda mas gap, agar kimgadir yengil bo'lsa qatorlarimdan xursand. Zaman aldandi qancha va'dadan, ko'zlaringdan man o'qiyman. Hozir va keyin nima istedi bu qalbing yaqin bo'lgisi kelar qanchalab. Kuzatadi faqat atrofim to'liq go'zal nafsni tiyish juda murakkab. Kimgadir nimadir isbotlashdan ishonman qaytganman. Yelkamga og'irlik qisadi yukman ortganman. Gap bitta vaqtni qadri bilingandi brat. Demak bu yoshimiz o'tayotganidan dalolat. Boyagi trekda vibe bor-a bundadir. Agarda mani yomonlasa hamma Bilmayman, o'qish stildami yo trek so'zlardan bilmadim. Boyagi trek buni ikkinchi qismida tuyulyapti. odam adashar bu maydonda bir o'zim qarshimda mingta bo'lsa lashkar ortga qaytmadim qayt deganda qancha yolg'onini ishlatsa hamma mani g'ururimni qadri sandan baland mani yomonlasa hamma odam adashar bu maydonda bir o'zim qarshimda mingta bo'lsa lashkar Kitob prosta tekka shiriqlatgan. mingta bo'lsa lashkar ortga qaytmadim qayt deganda qancha yolg'onini ishlatsa hamma mani g'ururimni qadri sandan baland gap ko'p u barchasini Millat nimani otdi? ishlatsa hamma mani Paypoq tushirmadim ishqa. g'ururimni qadri sandan baland gap ko'p u Ya, naqa ekan. Salfetka shekilli-da, qog'oz salfet. barchasini gapirishga vaqt yo'q. Ertalabdan harakat maqsad onam uchun. Qorong'u tun mani dardlarimni yoritguncha biroz uyqu ber xayollardan charchadim. Bu yerda gap ko'p. Lekin klipni ideyasi ham yaxshi chiqibdi. Menimcha o'zi o'ylagan bo'lsa kerak-da bu narsani. Normal chiqdi-da, ya'ni hech yo'qdan ko'ra MP3dan ko'ra mana shu turish ham olsa bo'ladi-da. Mana qarang, ko'pchilik qanday klip olaman, nima qilaman deb o'ylanadi-yu. Barchasini gapirishga vaqt yo'q. Ertalabdan harakat maqsad onam uchun. Qorong'u tun mani dardlarimni yoritguncha biroz uyqu ber xayollardan charchadim butkul. Bitta o'z olganga o'xshaydi, o'zi bitta o'z bir xonali anaqa ekanda. Bilmayman, mehmonxonam, ko'mitami. Har tun aylanadi xayolimda faqat bitta gap. Har tomonimda bor yo'l, lekin qay birida haq? Bo'lib tanlovimdan adashishdan qo'rqmasam-da vaqt ko'rsatadi deb o'ylab mani ichimga to'ldi-da. Malades, vokalchalardan boradi bu bola ham. Yo'lini topdi lekin malades, mana shu bolaga ham respekt. Diyor Pro qaytmaganda yana yaxshi bo'lib ketardi-ki. Chunki babu stil o'xshaydi-da. Demoqchi bo'lganim, yana ham yaxshi ketardi agar Diyor Pro qaytmaganda, lekin respekt babu karbon ko'p, rizqi bo'lak deydi-yu. Malades shu bolaga ham. Treklar yoqadi, normal do'stlar, ya'ni yomon deyolmaysan-da, ya'ni eshitgan vaqting treklarni bu bo'ladi. Ko'rsatadi deb o'ylab mani ichimga to'ldi-da. Hey, hey, Sound. So. Yaxshi. Chotki do'stlar, chotki. Bo'ladi. Boyagi trek bilan taqqoslaydigan bo'lsam do'stlar, menimcha mana shu yaxshiroq chiqdi menimcha boyagi trekka qaraganda. Ham faqat trek taraflama emas, bu klip ideyasi ham yaxshi chiqdi-da, hech bo'lmaganda MP3dan ko'ra mana shunday qilib chiroyli qilib ishlashda ham yo'llari bor mana. Deb birovlarga masalan yoshlarga ham bir anaqada bu. Yo'llanma, qo'llanma. Xullas do'stlar, taningdan ham bitta eshitaylikchi. Taningda ham treklar chiqardi deyatuvdi. Ko'raylikchi, taning qanaqa trek chiqardi ekan. Karanda. Shu taning yozasan, kanal chiqmagani zayibalda bu bolani. Kanalda o'chirib yangilaveradi. Taninmidi? Shunaqamidi? Yo, isi ham bormidi? Tanin isi ham bor ekan. Tek, bu 079 anaqa treklariga reaksiya qiluvdik do'stlar. Ko'pchilik topolmayapmiz, kanalingizda yo'q, reaksiya qiling deb so'rayapti-da. Lekin reaksiya qilganmiz do'stlar. Lekin yolg'iz degan trekga qilmabmiz.
Toksikka qildikmi? Toksikka ham qilgan bo'lishimiz kerak. Navakanga ham qilganmiz. Lekin bular qanday qilganmiz? Masalan, 3-4 ta reperga reaksiya qilgan vaqtim orasida eshitib o'tgan bo'lib ketishimiz kerak, bilishim bo'yicha. Shu sababdan eshitmay qolgan bo'lishingiz, ya'ni ko'rmay qolgan bo'lishingiz mumkin. Xullas, Tanina Effect degan trekni rosa ko'pchilik aytayotgandi. 3 hafta oldin 10 ming prosmotrga ega. Let's go. Tanim mana shu stilni O'zbekistonga olib kiryapti, lekin o'zimizda yeydimi bu stil bilmadim. Ko'zim yetmaydi yeyishiga-da. Lekin globalga qaraganda mana shu stil hozir вообще dahshat ketyapti. Treklari million prosmotrlar uryapti odamlar mana shunaqa trek chiqargan treklari. Lekin O'zbekistonda yeyishiga ko'zim yetmaydi, chunki biznikilar so'zlari bunday dona tiniq treklarni ko'p aniq qilishadi, eshitishadi. Bu yo'nalishda, bu stilda tamoman bir Mumble'da ham bir uyqusirab aytgan anaqasida, versiyasida bu yo'nalishda. Biznikilarga bilmadim, joy yoqmasa kerak deb o'ylayman. Pulda shining argina bitik. Har bir action butterfly effect. Qora kema suzashi qarar. Lekin malades, mana shu bola ham doim yangi narsalar qilib yuradi, doim yangi narsalar qilib yuradi. Detroitda ham esinglarda bo'lsa, kim biladi, kim bilmaydi, mana shu bola olib kirgan biz bolalar O'zbekistonga. Birinchi Detroitlarda mana shu bola ko'rgan. Kechatan ko'rinar hayotim xuddi o'madim ketdi. Pulda shining argina bitik. Har bir action butterfly effect. Qora kema suzashi qarar. Kechatan ko'rinar hayotim xuddi o'madim ketdi. Va bu taningda do'stlar, men to'g'ri tushunmayman. Gaplashmaganimizga ham ancha bo'lib ketdi-da, bu bola bilan tez gaplashib turardik. Anaqa bir erinchoqmi desang, yo dangasanmi desang, bilmaysan. Trek chiqaradi, keyin bir hafta 10 kundan keyin qarasang, o'chirib yuborgan bo'ladi. Kanali bir o'chib ketadi, bir qaytadan tiklanadi, bir yangilanadi. Faqat mana shunaqa narsalar bo'lib yuradi va unaqa qilgan vaqtingiz, masalan, YouTube bo'lsin, boshqa platformalar algoritm olarak sizni kanalingizni yana ham ko'p anaqa qilib qo'yadi-da, oldini yopib qo'yadi. Chunki o'chirib yoqib, bir narsalar qilib, videolarni o'chirib tashlab, anaqa qilgan vaqtingiz algoritm buziladi-da. Shu sababli ko'p treklarim menimcha tapga chiqolmay qoladi deb o'ylayman, menimcha. O'ziga ham bog'liq, bilmayman nimaga o'chirib yuboradi, yo treklar haqida qanaqadir muammo bo'ladimi treklar borasida. Chunki ko'p treklar o'chib ketadi, ko'p e'tibor berganman-da. Çizilgen en pastan tek pasar. Tutmadım olmadan çünkü vaqt tutmaydi sababi. Senga shu bedirmanga doim nomim zarur. Hech qo'rqmadi bir kecha javob berdim boshqa safar. Tomirda Oshxonani yaxshi tushunadi-da bu bola bor. Endi bilinib, yaqqol bilinib turibdi bola. Bu ishda oshxonasini cho'tki biladi bu bola. kecha ignor dedim og'zida qiziq ahvolim. Uçurum telefonu. Unda balozor yonimda senda yashiroq. Saklab bildirma fikringni menga farqsiz o'zing mashhurda sen bilmayman ismingni. Menga bir tingiz musliman uchun qo'yinlar ishlaydi. Senga pont ko'p ishlaman bilan yashaydi. Bilaman chetdan ko'rinar oson. Shu yerga chiqolmadim ko'rgan azob. Orada anaqa videolar bilan klipni ham birlashtirib yuboribdi, lekin cho'tki chiqqan. Vibe bu treklarda, bu yo'nalishda qaysini klipiga qarasam mana shunaqa bo'ladi. Bu bola ham shunaqa qilibdi, lekin respekt, ya'ni o'xshatibdi. Bilaman chetdan ko'rinar oson. Shu yerga chiqolmadim ko'rgan azob. Pulda shining argina bitik. Har bir action butterfly effect. Qora kema suzashi qarar. Kechatan ko'rinar hayotim xuddi o'madim ketdi. Pulda shining argina bitik. Har bir action butterfly effect. Qora kema suzashi qarar. Kechatan ko'rinar hayotim xuddi o'madim ketdi. Nima deb o'ylaysizlar, bolalar? Yeydimi mana shu stil o'zimizda? Ya'ni o'xshab ketadi deb o'ylaysizmi? Trekni eshitdingiz mana. O'z fikringizni beringchi. Nima deb o'ylaysiz mana shu trek haqida, mana shu stil haqida to'g'riroq? Trek ya'ni yoqdi menga. O'z vibe bir xil-da bu treklar, vibe bir xil bo'ladi. Bunisini ko'raylik, bu ham mana shunaqami?
lekin vokallarni ham chotga o'xshatib qo'ygan bor. Hiç uşak olamadım bu Producer Tiny Beast Digital. Avvo. Hiç uşak olamadım bu duyma Hazırda parvozum ana sanodan baland Talaba yalğızlığına kaladı talab Şu sabah kolumga koy başka bir mayga kalab Hiç uşak olamadım bu duyma Hazırda parvozum ana sanodan baland Talaba yalğızlığına kaladı talab Şu sabah kolumga koy başka bir mayga kalab Gündüzü al shopping Gözde infrahut tutumda kes lifestyle Menga ahamiyat Öz yolumda man atrofda qanday vaziyat O'z o'rnida borga bilmamali tabiat Adashtirma muomalamda mani tarbiyam Kechib ketoldim har kimdan xohlagan payt Doim yolg'iz yechim topish mani qobiliyat Bu mani estetika Sabrim yetmaydi hozir kimlardir eshitgan Bu yangi klassika Yo'qtirmaydi lekin vaqt sarflarga uzatishga bu beach Mani yutug'im bu erkinlikda Menga farqsiz atrofimda qanday vaziyat Bu mani estetika Sabrim yetmaydi hozir kimlardir eshitgan Hiç uşak olamadım bu duyma Hozirda parvozim ana sanodan baland Talaba yalg'izlikni qiladi talab Shu sabab qo'limga qo'y boshqa bermayga qalab Hiç uşak olamadım bu duyma Hozirda parvozim ana sanodan baland Talaba yalg'izlikni qiladi talab Shu sabab qo'limga qo'y boshqa bermayga qalab Beat kayfi bilan. Beat вообще mazza oğlum. Xullas do'stlar, eshitdik treklarni. Taningda effekt va yolg'iz degan trekni eshitdik. Bu trekdan qaysi biri sizga ko'proq yoqdi? Va sizga bitta savol do'stlar, kommentda javob bersangiz juda ham xursand bo'lar edim. Samanni stili yaxshimi, ya'ni tarzi yoki taningdiki yaxshimi? Buni ham kommentariyaga yozib keting, chunki shunga qarab men bir analitika qilaman. UzRapda qaysi stil ko'proq yeydi, qaysi stil unchalik yemaydi. Shuni albatta kommentariyaga yozib keting. Samanni yo'nalishi yaxshimi yoki taningdimi? Albatta javob kutib qolaman do'stlar sizlardan. Reaksiya videomiz bo'lgacha edi do'stlar. Treklarni eshitdik, o'z fikrlarimni berib o'tdim. Yanagi reaksiya videomizda qaysi reperga reaksiya qilib ketamiz, buni ham yozib ketsangiz kommentga. Hammasini o'qiyman va navbat bilan birgalikda eshitib o'z fikrimni berib o'taman. O'zingizga ehtiyot qiling do'stlar, kayfiyatingizni aslo va aslo tushirmang. Yanagi yangi videolarda ko'rishguncha xayr.